Yolsin aka, nima qilyapsiz endi? Biz hozir nima emas qilyapsiz, anaqa ko'chadamiz. Ustonovga keldik, kolonna 36 talik. Buni qayerdan chiqarasiz o'zi? Hozir poplani klient o'zi so'roq aytibdilar, что mashina olib ketuvdik turgan deb. Men вообще boshqacha uстановка qilmoqchiman. Mani aytganimdiki, mana что говорит, клиент всегда прав. Ну, mana shu yerdan olib ketaman endi turbani, boshqa ilojim yo'q, endi ko'rib qo'yar ekanlar mana bo'lsa. Я вообще хотел, короче, сзади, да? Сзади я хотел делать. Ну ладно, что поделать, если он так... Ya'ni akamizga bu yoq qulay bo'layotgan ekanda, oldidan o'tkazib. Да. Я хотел вообще шкафу сзади, чтобы труба не видно было. Ну, что поделать. А так, консилерimiz yaxshi. 36 talik, kolonna, AUX brendimizda. Kimga shunaqa konsilerlar kerak bo'lsa, AUX, Media, yo'q, bemalol bizga обращаться qilishi mumkin. Telefon nomerida o'shada pastga yozilgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ishimizni tugasa, обязательно ko'rasiz. Like, подписка и поделиться qilish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum, bratan. Assalomu alaykum.